hali hech narsa qilmaganda Yamal dunyodagi eng hozir populyarniy futbolchi bo'lib turganligi uchun birinchi raqamli populyarniyda, endi eng qidirilgan ko'p bo'lsa kerak. Ko'p muhokama hali hech narsa bo'lmaganda ayollarni fitnasi shuncha aralashdi. Nimalar bo'lib ketdi? Oxiri atrofi to'g'ri ekan, men qoyil qoldim. Nima qilarkin dedim, bilsin nima qilgan. Shunda Neymar bilan rasmini qo'ydi Instagram sahifasiga. Baxtli bo'ydoq deb qo'ydi. O'zini. Neymar ham menimcha aytgan bo'lish mumkin, u ham bo'ydoq. Bo'ydoq. G'alati, karnaval u yor. Bu nima dedi? Junglida yuradi. Anu gap yo'q dedi. Keyin menimcha fake dedi. Qizlar ham Neymarga baray desa kerak. Sen simulyatsiyan. Yamal shuni men ishonmayman, bunchalik aqlli bo'lmasa kerak. Ya'ni qanaqa qilib taqdim qilish bor-ku. Har xil variantlarni o'yladim-da. Ishlayapti orqasida. Juda katta kuch turibdi va Barselonada, La Masiyada uni mahallasi 13-rayon. Ota-ona boshda ajrashib ketishgan, bu chaqaloqlikda ajrashib ketishgan. Keyin 3 yoshdami bu bolada talant ko'ring. Endi 17 yoshda Yevropa chempioni bo'ladigan bola 3 yoshda boshlaydi-da. Tezroq boshlash kerak. 3 yosh, 4 yoshmi La Masiyaga eng yosh olib kelingan bola. Va unda juda katta talant ko'rishgan. To'p bilan tug'ilgan edi. Ota-ona haligacha yashamaydi ham menimcha. Yo'q, yashamaydi, onasini boshqa turmush qurgan. Onam bilan yashayman dedi-ku intervyusida. Men onam bilan hech qanaqa bitta o'zim emasman, chaqirmaganman uni dedi. Ana uni. Yo'q, ota ham bir ota emas-da, bunday qarasa. Jo'rada gaplari keyin Realni qanaqa etika nuqtai nazaridan ham Realni himoya qilmaslik kerak gapida ham. Gapida intervyusida gapirib turibdi, ko'chada gaplashishgan. Ko'chalarda ham yurar ekanlar-da, choyxonalarda ham bor-ku. Endi Barselonaga muxlismisan endi boshqa desa, yo'q, Realga muxlisman. Endi pul o'g'limni Barsadan kelib turibdi-yu, bunaqa qilish, bular gapirilmaydi-da. Neymarlarning ham, Messilarning ham otasi bunaqa darajada ani etikaga teskari ketadigan gaplar gapirmaydi. Otasi agentda. Ular bari kasb-shimli odamlar bo'lganda. Bu boshqacharoq. O'shandan demoqchiman, shunaqa oiladan, juda muammoli oiladan va muammoli rayondan La Masiya uni mana shunaqa sog'lom qilib chiqardimi? Demak, atrofi o'zi normal bo'ladi. Keyin Flik bor. Ishtonni ko'tarib qo'yapti. Birlikda yaxshi narsalar qilib turibdi-da. Keyin Rafinha bor, yugurib keladigan, pastiga ulgurmasa ham o'ziga yugurib keladigan. Shuning uchun men baribir ushab qolishadi deb o'ylayman. Chunki bunaqa bolani Avstraliyada bitta zo'r yozuv o'qigandim. Avstraliyani saqlash insoniyatni bo'ynidagi majburiyat degan deydi. Mas'uliyat. Boshqa Avstraliya yo'q degan. Boshqa Yamal yo'q-da. Bu faqat yaqinda Real ba'zi muxlislari Yamalga o'lim tilaganda boshqada Kataloniyani jurnalistlar aytdi-da, Ispaniya terma jamoasini Yevropa chempioni qildi. Mayli, Barsa futbolchilarini gapirmalar, lekin unaqa bo'lmasligi kerak dedi. Haqiqatan ham ko'p Realchilar unaqa emas. Madridda ko'rganman. Yamalni bizni anaqamiz deydi. Endi hammada ham chiqurmaydi unaqa bola. Unikal. Men nima yozib tashladi, hozir bilmayman.